Yapon raqamli universitetidan 1 million so'm yutish uchun Judo 703 promokodni kiriting. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 6 iyul 2026 yil sanasida o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 64 so'm 24 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 11.973 so'm 90 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.197.390 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.2% ga tushdi. Yevro 111 so'm 62 tiyinga oshdi. 1 yevro 13.700 so'm 54 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.370.054 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 1.8% ga tushdi. Rossiya rubli 2 so'm 54 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 154.820 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 4.1% ga tushdi. Turk lirasi 76 tiyinga oshdi. 1 Turk lirasi 255 so'm 83 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Turk lirasi 255.860 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Turk lirasi 2.0 AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 87 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 77 Rossiya rubli 34 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7764 Rossiya rubli 8 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 4.1% ga oshdi.